الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Ey Allahqa ve Allah'ın peygamberiga iman etgan kişiler, şeksizki sizlerning ayollaringlar ve balalaringlar ichida sizlarga dushman bo'ladiganlarmi bor bo'lib, ular sizlarni Allohning yo'lidan to'sidi. Allohga itoat qilishdan bo'shashtirib qo'ydi. Shunga sizlar ulardan hazar aylanglar. Ularga itoat qilmanglar. Agar sizlar ularning yomonligini afu qilsanglar, ayiblarini yapsanglar va kechirsanglar, Alloh sizlarga rahim qiladi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Chunki Allohning mag'firati kattadir, rahmati nihoyatda kengdir.